toki shu narsalardan chetda bo'lar ekanmiz, keyin najot topar ekanmiz. Alloh taboraka va taolo: "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sadaqallohul azim. Xamr, ya'ni mast qiluvchi narsalar va yana qimor, but sanamlar va fol ochadigan cho'plar bu shaytonning ishidan iborat iflosliklardir deyapti. Undan chetlaninglar. Shunda najot topasiz deb mana bu oyat karimada Alloh taboraka va taolo siz bilan bizlarni shaytonning iflosliklaridan bo'lgan narsalar nima ekanligini va undan uzoq bo'lishlikni, chetlanishlikni Robbimiz buyuryapti. Va kim mana shu narsalardan chetlanar ekan, u najot topishligini Robbimiz kalomida aytib o'tyapti. Demak, bularni avvali mast qiluvchi narsalarni iste'mol qilish. Bu ichimlik bo'lsin, yeydigan narsa bo'lsin, dori ko'rinishida bo'lsin, chekadigan holatda bo'lsin, har qanday turi insonni aqlini oladigan, aqliga mana shundoq bir xushyorligini yo'qotadigan narsalarni har qanday turi, demak bu shaytonning iflosliklaridan ekan. Va qimorni har qanday turi, mana telefonlarda o'ynalyapti, har xil turlari bor qimor. Juda ham ko'payib ketgan. Va Allohdan boshqa narsalarga ibodat qilish, ya'ni shirk keltirish deydi. Allohni qo'yib boshqa narsalarga sig'inish bu shirk deyiladi. Ilgari but sanamlar, mana hozirgi kunda ba'zi bir narsalar bor, qabrlarga borib sig'inadigan, boshqa shunga o'xshash narsalar. Va fol ochadigan har qanday narsalar, folbinlik ishlari, uning turlari. Bu hammasi shaytonning iflosliklaridan. Ehtiyot bo'laylik. Toki shu narsalardan chetda bo'lar ekanmiz, keyin najot topar ekanmiz.